Bundan ham bahaybat pikapi O'zbekistonda men ko'rmaganman. Nima deb o'ylaysiz? Bundan ham battarroq bo'lgan katta pikap O'zbekistonda bormikin? Izohda modelini kutaman. Chevrolet sulolasiga tegishli eng bahaybat pikaplardan bittasi. Ismi ham jismiga monand bo'lgan Chevrolet Silverado Bizon ZR2 2.5 ming HD. Aynan bu pikapimiz American Expedition Vehicle kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan bo'lib, pikaplar orasida eng yaxshi himoyalanganlardan bittasi bo'ladi. Va bu paket sizga quyidagilarni taqdim qiladi. Kuchaytirilgan temirdan yasalgan orqa va oldi bamperlari, dvigatel va uzatmalari qutisini juda ham qalin bo'lgan temir plastinalar himoya qiladi. Shunchaki baho bering. Ahamiyat berasizmi? Xuddiki poyezd shveylerlari qo'yilganga o'xshaydi. Off-road uchun maxsus 35 ballonlarda va listoviy risollar yoniga Multimatic DSSV yuqori texnologiyali amortizatorlar ham o'rnatilgan bo'ladi. 4 tonnaga yaqin og'irligi bilan 6,5 metr atrofida uzunligi, eni va balandligi esa 2 metrdan oshadi va shu holatida Gentra bilan plus-minus bir xil xarajat qiladi. Mix holatda bor yo'g'i 17-18 litr atrofida xarajat qiladi. Albatta bu kitobida yozilishi bo'yicha, lekin dizelli motorning qanchalik kam chiqib ekanligini shu joydan bilsangiz bo'ladi. Interyer har doimgidek amerikansk atmosfera. Keng, shinam, zamonaviy va qulay. Agar bu pikapda nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, ustiga chiqib olib qilmasanglar bo'lmaydi. Sababi gabarit juda ham katta hisoblanadi. Tasavvur qiling, motorining o'zini 6.6 turbinli motor hisoblanadi. Bu esingizda mahallada bo'lishardi-yu, 2 litrli yoki 1.8 Lacetti bo'lsa, "O, meni mashinam katta motori yo'q" deb maqtanishardi, to'g'rimi? Ana o'sha tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. 6.6 Duramax turbo dizel bo'ladi va образный 8 silindrga 470 ot kuchi sizlar uchun taqdim qilib beradi va yuklarni bexijolat zo'r tortib ketish uchun 1322 Newton metr bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsa, bor yo'g'i CIP O'zbekiston 109 ming AQSh dollari.